Shuncha yil tishsiz yurdingiz. Syomniy protezdan charchadingiz. Maza qilib xohlagan ovqatingizni yemoqchisiz, lekin tishlaringiz yo'q. Yoki implant qo'ydirmoqchi bo'ldingiz. Bordingiz doktorga. Boruvdingiz, sizga 5 dan 10 ming dollargacha pulini hisoblab berishdi. Va shu sabab hali ham tishsiz yuribsiz yoki hali ham o'sha syomniy protezni taqib yurgan bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Inshaalloh shu oyning oxirigacha tishlarga ega bo'lasiz. Alloh xohlabdiki, ushbu videoni ko'ryapsiz, chunki biz bemorlarimiz va kuzatuvchilarimiz uchun hech qaysi stomatolog ko'p holatlarda bera olmaydigan bir taklif tayyorlaganmiz narx borasida. Lekin hammaga emas, faqatgina 30 tagina bemorimiz uchungina ushbu taklifimizga qabul qila olishimiz mumkin bo'ladi. Faqat buning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi va mana shu videoni oxirida men sizga qayerga murojaat qilishingiz kerak, manzilimiz qayerda joylashgan, sizga nechta implant qo'yish kerak, hammasini noldan boshlab shoshmasdan tushuntirib beraman va videoni oxirida sizlar uchun maxsus sovg'am bor. Shuning uchun oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Keling, bu videoda sizlar bilan qanday mavzularda gaplashamiz, mana shular haqida bir gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi bo'lib biz tishni qayta tiklashda eng samarali va uzoq muddat xizmat qiladigan usul vosita implantmi yoki syomniy protez? Shu haqida gaplashamiz. Ikkinchisi, implant kimlarga qo'yib bo'lmaydi va implant qo'yib qo'yish uchun mumkin bo'lmagan bemorlarga qanday yechim bera olamiz? Shular haqida gaplashamiz. Uchinchisi, implantni sahri borlar yoki onkologik kasalligi bor bo'lgan insonlarga qo'ysa bo'ladimi? To'rtinchi mavzuyimiz implantatsiya jarayoni ketma-ketligi qanday bo'ladi va biz nimalarga tayyor turishimiz kerak bunday holatlarda nimalar qilish kerakligini ko'rib chiqamiz. Va beshinchisi, Ramazon oyida e'tibor bering, implant qo'ydirsa bo'ladimi? Va oltinchisi va oxirgisi, umumiy tish yo'q bo'lsa 28 ta implant qo'yish kerakmi? Va albatta implantlarimiz narxlari qanday bo'ladi? Shu haqda xoslar bilan bafurja batafsil gaplashib o'tamiz. Ushbu mavzularni sizlar bilan hozir batafsil ko'rib chiqamiz va buni yaxshilab sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Faqat iltimos bo'ladi, videoni oxirigacha ko'rishingizni talab qilardim. Chunki bundan oldingi videoyimizni juda ham ko'pchilik insonlar videoni oxirigacha ko'rmasdan turib, manzil so'rashibdi, telefon raqam so'rashibdi, narxlarni so'rashibdi. Vaholanki hamma ma'lumotlarni videoda aytib o'tgan edim. Shuning uchun agar siz o'sha maxsus sovg'ani o'tkazib olmaslik uchun ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga juda ham bir manfaatli, eng muhimi tishli bo'lish imkoniyati paydo bo'ladi. Xo'p, tishlarni qayta tiklash uchun syomniy yaxshimi yoki implantat yaxshimi? Keling, shuni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, 15-20 yil oldin eng samarali usullardan bittasi, eng yaxshi variantlardan bittasi albatta syomniy protez bo'lgan. Endi u paytda implantlar unchalik yaxshi rivojlanmagan payt bo'lgan, yaxshi takomillashmagan edi. O'zimiz ham 10 yil avval bemorlarimizga eng yaxshi yechim sifatida syomniy protezni ham xavfsiz sifatida ham shuni taklif qilar edik. Lekin shuncha vaqt ichida, mana shu 10 yil undan ortiqroq vaqt ichida ko'rdikki, syomniy protez bemorlarimiz uchun o'ta ham noqulaylik va juda ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarayotganligini ko'rdik. Ya'ni eng shu birinchilardan bittasi bu tishlar sun'iy ko'rinadi. Ya'ni siz ko'chada yoki qarindosh urug'larning orasida ko'rganingizda oldidagi tishlaringiz qandaydir sun'iy ko'rinib qolishi syomniy protezda ayniqsa yaqqol ko'rinib qoladi. Ikkinchisi, bu syomniy protez shu plastmassa qismlari katta qismini egallaganligi uchun tanglar qismini yopib qo'yadi. Biz bilamizki, aksariyat qismlarini baribir tanglarda ham joylashgan bo'ladi va shuni hisobiga siz ovqatni mazasini, ta'mini, u qanaqa ovqat yeyotganingizni ko'p holatlarda siz yaxshi sezmasligingiz mumkin. Va bu esa tabiiyki ovqat chaynash jarayoniga va uni maza qilish jarayoniga bevosita, hayot sifatingizga ham bevosita ta'sir qiladi. Uchinchi muammosi esa bu eng asosiy muammolardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni bunday paytda syomniy protez ko'pincha bosimni milkka beradi. Hattoki vakuumli protez bo'lsa ham. Masalan, vakuumli protez boshida yaxshi turgan bo'lishi mumkin, lekin syomniy protezdagi bosim milkka, ya'ni suyakning ichiga emas, milkka tushgani hisobiga u doimiy ezilishda bo'ladi va borib atrofiya bo'ladi. Chunki ovqat chaynaladi, bosim tushadi unga. Bosim esa milkka tushadi. Shuni hisobiga vakuumli protez ham, har qanday boshqa syomniy protez ham o'z joyidan qimirlab ketib qoladi va siz ushbu syomniy protezni boshqatdan qildirishga majbur bo'lasiz. Va har safar boshqatdan qildirganingizda bosim yana tushaveradi, suyak eriveradi, atrofiya bo'laveradi va borib suyakda kerakli darajada syomniy protez turish uchun ham sharoit umuman qolmaydi. Bu esa sizda umuman qayta tiklab bo'lmaydigan muammolarga keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham syomniy protez bugungi kunda ideal yechim sifatida, ya'ni tishsizlikda ideal yechim sifatida qaralmaydi. Keyingi masalamiz bu implant kimlarga mumkin emas. Agar mumkin bo'lmasa, unda qanday yechimi bor va implantni sahri borlar yoki eng o'sha onkologik bemorlarga qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Keling, shu haqda hozir sizlar bilan shu mavzuni yaxshilab tushuntirib berishga harakat qilaman. Ko'p odamlar shunday deydi, ya'ni doktor, masalan, yoshim o'tib katta bo'lib qoldi yoki masalan menga implant qo'ysa bo'ladimi yoki masalan menda imkoniyatim, organizm imkoniyatlari bormi degan savollar bilan murojaat qilishadi. Aslida esa ko'p holatlarda yosh to'sqinlik qilmaydi.
implant mosligi bu yosh bilan emas, balkim sog'liq holati va suyagingiz holati bilan belgilanadi. Mana shu narsa eng muhim jihat hisoblanadi. Chunki syomniy protezda yurgan katta yoshli o'sha bemorlarda qaysi holatlarda implant qo'yib bo'lmaydi degan savollardan hozir ketma-ket ko'rib chiqamiz, ketma-ketdagi. Demak, birinchisi bu suyak o'ta darajada ko'p yupqalashib ketgan yoki yemirilib ketgan bo'lsa, ya'ni atrofiya jarayoni deb aytamiz. Bunday paytda uzoq yillarda protez taqilgan holatlarda ko'p kuzatiladi. Ko'p bemorlar murojaat qilgan paytda ko'ramiz, ya'ni uzoq vaqt taqib yurgan holatlarda. Bunday vaziyatlarda suyak yo tez yoki asta-sekinlik bilan doim kichrayib, ham bo'yiga, ham eniga kichrayib, atrofiya jarayoni kuchayib boradi. Agar masalan suyak juda ham kam bo'ladigan holat bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda implant qo'yishi ozgina qiyinlik holatga keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holatlarda nima qilishimiz mumkin? Qanday yechim bera olishimiz mumkin? Bunday holatlarda biz hozirgi paytda qanday qilinardi? Oldin maxsus suyaklar o'stiradigan operatsiya qilinardi. Bunday operatsiyalar ko'p holatlarda bemorlarda bitishi yoki bitmay qolishi yoki bemor qiynalishi, ayniqsa ovqat chaynashda yoki suyak bitishda ozgina muammolar bo'lardi. Yetarli darajada muammolar bo'ladi. Lekin hozirgi paytda biz suyaklar yemirilgan, atrofiya bo'lgan bemorlarimizga yechim sifatida maxsus implantlarimiz bor. Mana shu implantlardan foydalangan holatda, suyagini o'stirmagan holatda sizga tishlaringizni tiklab berish imkoniyati paydo bo'lgan. Bundan tashqari onkologik bemorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bu albatta onkolog tekshiruvdan o'tgan holatda ular bilan birga hamrohlikda implantatsiya o'rnatish kerak bo'ladi. Bunda biz, demak, eng muhim jihatlarimiz bor. Ya'ni suyakni holatiga va suyakni bitishiga, ya'ni osteointegratsiya jarayoniga, implantni yaxshilab bitib olishiga to'sqinlik qilmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa va ushbu onkolog tomonidan ruxsat berilgan holatlarda albatta implant qo'ysa bo'ladi. Albatta bunday holatlarda standart holatlardan ko'ra ko'proq shu bemor boshqa yondosh mutaxassislar bilan birgalikda, hamkorlikda, konsilium qilgan holat, ya'ni maslahatlashgan holatda nazorat ostida qilinadi. Keling endi qandli diabet haqida gaplashadigan bo'lsak, qandli diabet bemorlarida, ya'ni saxar bor bemorlarda implant qo'ysa bo'ladimi yo'q? Qandli diabet paytida albatta bunday vaziyat avvalo tushunib olishimiz kerak. Qandli diabet nima uchun ko'p holatlarda ko'p stomatologlarimiz bu qo'yish oldingi paytda ham chegaralangan bo'lgan. Chunki qandli diabet holati organizm umumiy holatiga, ya'ni degeneratsiya holatiga, ya'ni yaralarni, ya'ni baribir jarohatlarni bitish holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan faktorlardan biri hisoblanadi. Ya'ni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bunday holatlarda qanday bo'ladi? Bunday holatlarda asosan jarohat sekin bitib qolishi mumkin yoki infeksiya xavfi oshib qolishi mumkin postoperatsion vaziyatlarda, reabilitatsiyada. Shuning uchun bunday vaziyatlarda eng avvalo muhim jihat bu qandni, organizmdagi qandni nazoratga olish kerak bo'ladi. Albatta bunday holatda endokrinolog mutaxassis bilan birga hamkorlikda olib boriladi. Eng muhim jihat bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan jihat bor, ya'ni endokrin jarayonlarda, ya'ni mana shu saxar bor bemorlarda saxarning darajasini iloji boricha minimalga tushirgan holatda va mana shu minimal holatni nazorat, ya'ni stabil, barqaror ushlab turadigan holat bo'lishi kerak bo'ladi. Aks holda, masalan, doimiy saxar o'ynab turadigan bo'lsa yoki bo'ladigan bo'lsa, nafaqat implant qo'yish, balkim endokrinologga uchrab, organizmda bo'layotgan vaziyatlar nazoratga olish ham kerak bo'ladi. Chunki eng muhim jihat albatta bu o'sha organizmning umumiy holatini yaxshi barqaror bo'lishiga erishish kerak bo'ladi. Shunday holatdan keyin implantni albatta o'rnatsa bo'ladi. Ko'p holatlarda yana keyingi savol bu yurak qon bosimi va boshqa surunkali kasalliklar bor bemorlarda ham implant qo'ysa bo'ladimi deydi. Chunki ayrim bemorlarimiz mana shu yurak muammoyim bor yoki qon suyultiruvchi dorilar ichib turaman yoki og'ir qandaydir boshqa yondosh kasalliklarim bor degan holatda bo'lishi mumkin. Albatta bunday holatlarda biz implantatsiyada eng muhimi boshida boya aytib o'tganimizdek diagnostikani amalga oshiramiz. Diagnostika nafaqat implantolog tomonidan yoki ortoped stomatolog tomonidan, balkim ushbu sohaning mutaxassisi bo'lgan boshqa tibbiy yo'nalishdagi mutaxassislar bilan birga doim nazoratda olib boriladi. Shunday holatlarda biz albatta tekshiruv o'tkazish uchun, qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish uchun yoki konsilium, ya'ni maslahat qilish uchun qo'shimcha yondosh o'zimizning mutaxassislarga murojaat qilamiz va ularni tavsiyalari va takliflari asosida implantatsiya jarayoni reja qilinadi va implantatsiya qo'yiladi. Qo'ysa bo'ladimi? Ha, qo'ysa bo'ladi. Faqat ushbu mutaxassislar hamkorligida va nazorat ostida ushbu jarayon amalga oshiriladi. Keyingi masala bu eng muhim masala va juda ham hammalar e'tibor berishga mumkin bo'lgan masaladan bittasi bu og'iz gigiyenasi juda yomon bo'ladigan holat. Ya'ni bunday holatlarda bilinglarki, organizmda nimaiki yaxshi narsa yoki implantatsiya bo'ladimi yoki boshqa holatlar bitishi yoki bitmasligi va xavf tug'diradigan xususiyatlardan bittasi bu og'iz bo'shlig'ining gigiyenasi. Agar
protezlar vaqtida tozalanmasa, og'iz umuman o'zingiz tishlaringiz ham, o'zingiz og'iz bo'shliq holatlarni agar vaqtida tozalamayotgan bo'lsangiz, unda nimalar kelib chiqishi mumkin? Bunda sizda eng muhim birinchi jihat bu yallig'lanish paydo bo'ladi. Yallig'lanish bilasizlar, borib tishlarni tushib qolishi yoki protezlarni borib tushib ketib qolishi holatiga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda yana bo'lishi mumkin. Masalan, implantatsiya jarayonlarida agar bo'ladigan bo'lsa, agar siz gigiyenaga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, periimplantit degan yallig'lanish kasalligi bor. Ya'ni implant erib, atrofidagi suyak erib, infeksiya, ya'ni yallig'lanish hisobiga erib implantdagi katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun biz eng birinchi qiladigan ishimiz avval og'iz bo'shlig'ini to'g'ri gigiyena qilishni bemorlarga o'rgatamiz va shundan keyingina implantni reja qilamiz va o'rnatib beramiz. Chunki juda ham ko'p bemorlarimizda og'iz bo'shlik gigiyenadagi muammolari keyinchalik bizni bo'ladigan tishlarimizga, protez implantlarimizga, shunga o'xshagan tishlarimizga katta muammolarni keltirib chiqarishi. Shuning uchun bu narsa eng muhim jihatidan bittasi hisoblanadi. Xo'p, endi aytishingiz mumkin, misol uchun, xo'p, yuqoridagilar hamma nazoratga ham oldik ham deylik, hamma narsani aytganingizdek qildik ham deylik. Endi lekin meni yoshim katta bo'lib qoldi-ku, endi ancha qarib qoldim, endi menga qo'ysa bo'larmikin deyish mumkin. Ko'pchilik shu narsaga hayron qoladi. Lekin bir narsa aytib o'tishim kerak, 60 yosh bo'lasizmi, 70 yosh bo'lasizmi, hattoki 80 yoshda bo'lsangiz ham implant qilsa bo'ladi va bunday insonlarga biz implantlarni qo'yib berganmiz. Hozir bular maza qilib, bemalol ovqatlanib, bemalol maza chaynab yurishibdi. Agar sizda yuqoridagi keltirib o'tilgan sabablar bo'ladigan bo'lsa va siz agar biror bir stomatologga implant qo'ydirish uchun murojaat qilgan bo'lsangiz, agar u stomatolog sizga yo'q bo'lsangiz, uzil-kesil bu implant, buni holatda implant qo'yib bo'lmaydi deyotgan bo'lsa, bu bo'lmagan gap. Bu gaplarga ishonmang. Chunki haqiqiy mutaxassis sizni ahvolingiz yaxshilab o'rganmasdan turib, qon tahlillari, suyagingiz holatini ko'rib, somatik biror bir organizmning o'zini holatini o'rganmasdan turib sizga uzil-kesil bo'ladi, bo'lmaydigan javob ayta olmaydi. Chunki har bitta holatga o'zini maxsus yechimi albatta bo'ladi. Mana hozir hammangizga, demak, eng ko'p sizlar tomonidan, bemorlarimiz tomonidan beriladigan savollarga qo'limizdan kelgancha atroflicha batafsil javob berishga harakat qildik. Keling, endi implantatsiya jarayoni qanday ketma-ketlikda amalga oshiriladi va siz aynan mana shu jarayonda nimalarga tayyor bo'lishingiz kerak? Keling, shu haqda hozir ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda bir narsani aniq bilib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, doktor ko'riga kelishingiz sizni muammolaringizni 70% holatlarda yechim beradi. Chunki ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda og'zini yoki tishlarni rasmga olib, masalan, tish qo'yishim kerak, shunga necha pul bo'ladi yoki misol uchun deyishadi, yoki misol uchun ko'p holatlarda hattoki rentgenlarni ham jo'natib oladigan holatlar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda biz aniq tashxis qo'ya olmasligimiz mumkin. Nimaga? Chunki biz aniq tashxis qo'yishimiz uchun siz bizni qabulimizga kelishingiz kerak bo'ladi. Biz nima qilamiz? Biz birinchi o'rinda sizni tekshiruvdan o'tkazamiz. Eng birinchi tekshiruv usullaridan bittasi bu o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib, suyaklaringizni o'zimiz ko'rib, qo'limiz bilan tekshirib ko'ramiz. Bundan tashqari birinchi o'rinda qiladigan ishlarimizdan bittasi bu 3D rentgen qilamiz. Ya'ni 3D rentgen bugungi kunda biz shu 100 ming dollardan ortib turadigan Yaponiyaning Marita kompaniyasiga tegishli bo'lgan 3D rentgenlardan foydalanamiz. Ushbu 3D rentgenlar bizda sizni suyaklaringizdagi jarayon, katta kichikligi, qalinligi, zichligi va qanaqa tipdagi implant qo'ysa bo'ladi va eng muhim jihatlar bo'g'imlarning holati va ushbu holatlarda qanday implant turini tanlashimiz kerak va shu haqida bizga atroflicha va to'liq ma'lumot beradi va 100% aniq qilib biz sizga suyagingizdagi bo'ladigan holatni aniq tashxis qo'yib bera olish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Bundan keyin suyaklaringizni yaxshilab ko'rib, o'rganib bo'lganimizdan keyin, agar u yerga implant qo'yish imkoniyati paydo bo'lgandan keyin, keyingi bosqichimiz, bu bosqich sizni umumiy organizm holatini o'rganish bo'ladi. Ya'ni biz o'zimiz maxsus qon tahlillarimiz bor. Ushbu qon tahlillar orqali biz operatsiya jarayoniga va operatsiyadan keyin qanday dorilashingiz kerak, qanaqa tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, mana shu holatni aniqlaydigan qon tahlillari bor. Ushbu qon tahlillardan ham o'tish kerak bo'ladi. Keyingi bosqich bu suyagingiz holatingizga mos bo'ladigan biz implantlar tanlaymiz. Ya'ni implantni men yoki siz yoki qo'shningiz yoki kimdir tanlamaydi. Ya'ni implantni biz suyagingizni holatidan kelib chiqib, o'zingiz suyagingizga mos bo'lgan implantni tanlaymiz va shundagina o'sha implant sizga uzoq va ancha xizmat qiladi. Keyingi bosqich bu implantatsiya jarayoni hisoblanadi. Odatda implantatsiya jarayoniga 30-40 daqiqa vaqt oladi. Bu jarayon ichida umuman sizda og'riq bo'lmaydi va umumiy og'riqlantirish emas, ya'ni narkoz emas, balki biz mahalliy og'riqlantirishdan foydalanamiz. Bunday holatda hech qanaqa sizga og'irlik bo'lmaydi. Bunday holatda ko'p holatda bo'lishi mumkin. Tishlaringizga hatto implant qo'yilganini ham sezmay qolgan holatlaringiz ham ko'p holatda bo'lib qoladi.
Xo'p, endi implantlaringizni ham qo'yib oldik. Endi implant qo'yib bo'ldik. Endi siz nima qilaman? Siz yuramanmi endi? Masalan, ma'lum bir vaqt 2 oy aytaylik, 3 oy siz bo'lamanmi deyishingiz mumkin. Yo'q. Bunday holatda biz sizga yechim sifatida vaqtinchalik koronkalar bor, ya'ni vaqtinchalik tishlar bo'ladi. Vaqtinchalik tishlarni qilib beramiz. Bu holat sizda o'sha implantni suyakka birikish jarayonida tishsiz yurmasligingizni imkoniyatini yaratib beradi. Ya'ni bunday holatda siz ko'cha-ko'yda odamlar bilan gaplashganingizda, hattoki yumshoq ovqatlarni ham bemalol chaynash imkoniyatiga ega bo'ladi va bu holatda sizda implantatsiya jarayoni sizda stresslarsiz, ya'ni qo'rquvlarsiz, eng muhimi uyalmasdan bemalol odamlar oldida yurish imkoniyatini beradi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin suyaklaringiz yaxshilab bitdi, implantlaringiz atrofi yaxshilab o'ziga holatiga birikdi. Mana shu holatdan keyin biz vaqtinchalik qo'yib bergan koronkalaringizni doimiy koronkalarga almashtirib beramiz. Bu holatda siz bemalol muammosiz istalgan ovqatingizni xohlagancha bemalol yeya olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana ko'rib turganingizdek, implantatsiya jarayoni juda ham oson, 4-5 ta bosqich bilan suyaklaringizga implantlar o'rnatib beriladi. Lekin siz hali ham implantatsiyadan qo'rqib, o'sha syomniy protez taqib yuribsiz, syomniy protez borgan sari suyaklaringiz, ya'ni ham atrofiyasiga erishishiga borib suyaklar umuman qolmaydigan holatlarga olib kelyapti. Bunday jarayon borib sizga uchun juda ham katta muammoni keltirib chiqaradi. Ya'ni implant qo'yish uchun va keyingi tishlar qo'yish jarayoniga muammo keltirib chiqarishi mumkin. Biz mana shu qo'rquvingizni yengish uchun ushbu hamma jarayonni biz mahalliy og'riqlantirish jarayoni bilan amalga oshirib beramiz. Keyingi mavzu, bu eng muhim jihatlardan bittasi, bu Ramazon oyida implant qo'ydirsa bo'ladi. O'zi implantatsiya jarayoni, implant qo'yish ro'zani ochmaydi. Lekin biz ushbu implantatsiya jarayonidagi vaziyatda og'izdan suv yoki bir shunga o'xshagan narsalar o'tib ketib qolish hisobiga ro'za ochilishi hisobga olib, biz bu jarayonni tavsiya qilmaymiz. Bunday paytda biz o'sha ro'zani ochilgandan keyin, iftorlik paytidan keyin implantatsiya jarayonini o'rnatishni tavsiya qilamiz. Bunday holatlarda bir talab bo'ladi, ya'ni siz turli xil dorilarni yoki shunga ichiladigan bir vositalarni aynan saharlik va iftorlik paytida qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Endi shunday vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ba'zi bir bemorlarimizda, misol uchun, ro'za tutish tavsiya qilinmaydigan bemorlar bo'lishi mumkin. Masalan, turli xil kasalliklar bo'lib, oshqozon, sahar yoki shunga o'xshagan kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, unda implantatsiya jarayoni o'tkazsa bo'ladi. Faqat albatta maxsus o'zini shifokori nazorati ostida. Bunday vaziyatda biz jamoamiz bilan o'sha biz bemorlarimizga va kuzatuvchilarimizga sharoit yaratib berish maqsadida bunday jarayonni biz o'sha iftorlik vaqtdan keyin o'sha soat aytaylik soat 6 dan bemalol soat 10 gacha, 11 gacha shu implant jarayonini o'tkazish uchun sharoitlarni yaratib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolimiz, bu umuman tish yo'q bo'ladigan holat bo'lsa 28 ta implant qo'yish kerakmi? Keling, implant haqida ozgina to'xtalib, bu nima o'zi, qanaqa qismdan iborat shu haqida ma'lumot berib ketaman. Demak, implantatsiya asosan 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi qism bu implantning o'zi. Ya'ni bu sizni tishdagi sun'iy ildizingiz, ya'ni ildiz vazifasini bajaradi. Rezabasmon shaklda bo'lishi mumkin yoki turli rezabasmon turlari bo'ladi. Shunday holatda bo'ladi. Bu inson uchun umuman zararsiz bo'lgan material titandan tayyorlanadi. Ikkinchi qismi bu abatmon qismi hisoblanadi. Ya'ni abatmon bu oraliq qism hisoblanadi. Ya'ni implant bilan bo'lajak sun'iy qoplamani qoplab turadigan oraliq qism, bog'lab turadigan oraliq qism hisoblanadi. Bog'lovchi vazifasini bajaradi va uchinchi qism bo'ladigan bo'lsa, bu koronka jarayoni. Ya'ni sizni ko'zingiz ko'rinib turadigan, ko'zga tushib turadigan va ovqatlarni chaynaydigan qism, ya'ni tishni chaynov qismi hisoblanadi. Agar sizni masalan bitta tishingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, aynan shu sohani o'ziga implantni qo'yiladi va bu tabiiy ildiz sifatida ishlashni boshlaydi. Endi implantni shu o'rnatib bo'lgandan keyin, ma'lum bir vaqtdan keyin ustiga o'zi sirkon yoki boshqa shunga o'xshagan bir koronkalar qo'yiladi va bu uzoq muddat mustahkam o'sha estetik jihatdan ham o'sha talablarga hammasiga javob bergan holatda o'z vazifasini bajaradi. Kerak natijani beradi. Mana hozir siz bir dona tishingiz yo'q bo'lgan holatda qanday tiklash jarayonini yaxshilab bilib oldingiz. Endi og'zingizda bironta ham tish bo'lmagan holat bo'lsa, bunday qanday yechim qilinadi? Bunday holatda 28 ta tishga 28 ta implant qilish kerakmi degan savol. Bugungi kunda buni hozir ideal yechimi bor, ya'ni arzonroq ham yechimi, ya'ni iqtisodiy jihatdan samarali. Ya'ni bunday holatlarda siz 28 ta implant emas, balkim 4 ta yoki 6 ta yoki all-in 4 yoki all-in 6 metlardan foydalanib implantlarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bunday holatda biz har bitta jag'ga 4 tadan yoki 6 tadan implant qo'yamiz va uni ustiga ma'lum tishlar qo'yib beriladi. Xo'p, bunday holat qanday? Bunday holat dunyoda tan olinganmi? Bunday holat o'zining samaradorligiga egami yo'qmi? Keling, shu haqda hozir xalqaro tajribaga ega bo'lgan tashkilotlar tomonidan berilgan tavsiyalar va berilgan olib borilgan ilmiy izlanishlar haqida ma'lumotga berib o'tsam. Nobel Biocare kompaniyasi, ya'ni bu all-in 4 konsepsiyasini ishlab chiqqan va uni 20 yildan beri klinik amaliyotda qo'llab kelayotgan kompaniya hisoblanadi.
Keyingisi bu American Dental Association kompaniya, ya'ni ADA kompaniyasi. Ya'ni bu to'liq jag' reabilitatsiyalarda ko'p implantlar, ya'ni All-on-4 yoki All-on-6 yondashuvlarni tan oladi va u narsani aktiv faol targ'ib qiladi. Keyingisi bu European Association for Integration, ya'ni EO tashkiloti. Bu tashkilot implantatsiya bo'yicha Yevropada klinik protokollarini aynan ushbu metodlarni kiritib o'tgan. Keyingisi bu International Team for Implantology degan ITA degan kompaniya. Bu kompaniya tashkilot tomonidan juda ham ko'p ilmiy tekshiruvlar olib boriladi. Ushbu ilmiy tekshiruvlarda All-on-4, All-on-6 metodlarini o'zini ilmiy samaradorligini isbotlab berilgan. Xo'p, keling shu ilmiy faktlar haqida qisqacha gapirib o'taylik. Ya'ni 10-15 yillik klinik tadqiqotlar natijasida bu narsa o'zini effektiv jihati 98% ni tashkil qilgan. Bundan tashqari suyak masalan hajmi cheklangan bemorlarda ham suyakni ko'chirib o'tkazmasdan turib ham ushbu metodlardan bemalol foydalansa bo'ladi. Keyingisi bu to'g'ri rejalashtirish, ya'ni tajribali shifokor bilan uzoq muddatli barqaror, ya'ni stabil natijani ta'minlasa bo'ladi. Xo'p, endi All-on-4 bilan All-on-6 ni farqi nimada? Keling shu haqida tanishib ko'rishib o'tsak. Ya'ni All-on-4 da bu kamroq suyak bo'lgan holatda, ya'ni suyaklar chegaralangan holatda 4 ta implant qo'yiladi va 4 ta implant ustiga shish qo'yib beriladi. All-on-6 da bo'ladigan bo'lsa, ushbu joyda, ya'ni suyak nisbatan yetarli holat, ya'ni holat yaxshi holat bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda biz 6 tadan implant qo'yadi har bitta jag'ga va ularning ustiga shish qo'yib bo'ladi. Endi tasavvur qiling, sizda umuman tish yo'q. Bunda har bitta jag'ga 6 tadan implant qo'yib beramiz va buni bosqichi mutlaqo og'riqsiz bo'ladi, chunki biz bunday holatlarda navigatsiyadan, ya'ni shablonlardan foydalangan holatda qo'yamiz va bu jarayon ko'pincha 30-40 daqiqa vaqtni oladi, chunki hammasi reja qilingan, diagnostika qilingan, hammasi o'z o'rnida joy-joyiga qo'yiladi. Bunday holatlarda keyin sizda osteointegratsiya jarayoni, implant o'rnatilib bo'lgandan keyin osteointegratsiya jarayoni boshlanadi. Bunda suyak bilan implant orasida birlashish jarayoni boshlanadi. Bunday vaqtda titan eng yaxshi material sifatida o'ziga o'sha inert sifatida, ya'ni reaksiyaga kirishmagan holatda organizm xuddi o'zini materialidek, o'zinikidek qabul qiladi, atrofi bitib, atrofini yaxshilab siqib qoladi. Bunday holatlarda odatda bitish uchun 2 oydan 3-4 oygacha, ba'zi bir holatda 6 oygacha vaqt olishi mumkin. Lekin bunday holatlarda siz haligi tabassumingiz bo'lishi uchun va ma'lum bir jihatdan ovqatlarni chaynab tura olishingiz uchun biz o'sha vaqtinchalik sun'iy qoplamalar qo'yib beramiz, ya'ni bitib olish jarayonida. Va mana shu implantlar sizga syomniy protezdan ko'ra 30-40 yil va bundan ham uzoqroq, agar to'g'ri gigiyena qiladigan bo'lsa, to'g'ri reabilitatsiya qiladigan bo'lsa va doimiy ko'rikdan o'tib turiladigan bo'lsa, 30-40 yil, balki undan ham ko'proq xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Mana siz implantatsiya haqida, kimlarga mumkin emas, qanday holatda qo'yish mumkin emas, shu haqida qo'yingki, barcha ma'lumotlarga to'liq atroflicha savollaringizga javob oldingiz va o'zingiz ham yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Endi eng muhim savol, ya'ni xo'p, implantni sonini bilib oldik. Endi narxi qancha bo'ladi? Narxi. Shu haqida hozir sizlarga to'liq atroflicha ma'lumot berishga harakat qilaman. Biz aynan Ramazon oyi uchun yosh katta hoji ona, hoji otalarimiz uchun va ularning qiynalmasliklari uchun aynan shu Ramazon oyi uchun o'zimizga savob bo'lsin, shu duo umidida shunday bir maxsus narx tayyorladikki, shu o'zimizni foydamizda maksimal kechgan holatda, ya'ni faqatgina implantlarimizni faqat tan narxini belgilagan holatda faqatgina birinchi murojaat qilib kelgan 30 tagina, e'tibor bering, 30 tagina inson uchun bir narx tayyorladik. Xo'sh, implant narxlari qanday? All-on-4 metod deylik. Misol uchun 4 ta implant degan metoddan foydalanadigan bo'lsak, narxlari qanaqa bo'lar? Agar siz ushbu hozir sizga beradigan maxsus taklifimizdan oldin, ya'ni Ramazon oyidan oldin agar klinikamizga kelganingizda edi, tasavvur qilamiz, tepa jag'ingizda umuman tishlaringiz yo'q. Va biz sizga o'sha hammasi 4 degan, ya'ni 4 ta implant qo'yadigan metod bo'lganda edi, qanchaga tushgan bo'lardi? Keling shuni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu konsultatsiya, ya'ni konsultatsiyamiz 300 ming so'm. Ikkinchisi bu 3D rentgen 120 ming so'm. Va albatta implant bir donasi 3 million 200 ming so'm. 4 ta bo'lsa 12 million 800 ming so'm bo'ladi. Bundan keyin albatta buning ustiga multiunit qo'yish kerak. Multiunitimiz 4 tasi 4 million 880 ming so'm. Va albatta bunga vaqtinchalik koronka qo'shishimiz kerak. Bittasi 650 ming so'm, kamida 10 ta 6,5 million so'm. Va albatta vaqtinchalikdan keyin ustiga doimiy koronka qo'shishimiz kerak. Doimiy koronkamiz bir donasi 976 ming so'mdan 10 ta qo'yadigan bo'lsak 9 million 760 ming so'm bo'ladi. Umumiy summalarga oladigan bo'lsak, agar sizga 4 ta All-on-4 metodini qo'yadigan bo'lsak 33 million 260 ming so'm bo'ladi. Ana dollarda ko'radigan bo'lsak bu 2700 dollar degani. Ammo Ramazon oyi munosabati bilan biz sizlar uchun, qadrdonlar uchun maxsus narx tayyorlab qo'yganmiz. Shu tepada sanab o'tgan hamma narsamiz faqatgina 30 tagina
bemorimizga $2700 emas, balkim $1670. Ya'ni bunga konsultatsiya, 3D rentgen, 4 ta implant, 4 ta multiunit, vaqtinchalik koronka va uni ustiga doimiy koronka chishi bilan birga. Hozir sanab o'tganlarim hammasi ichida $1670 ga tushyapti. $1670. Keling endi all in 6, ya'ni hammasi 6 ta implantda degan metodimizni narxini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Agar ushbu maxsus narximizda, ya'ni Ramazon oyidan oldin bizga murojaat qilganingizda edi, narxlar qanaqa bo'lgan bo'lardi? Demak, birinchi konsultatsiyamiz 300 ming so'm, 3D rentgenimiz 120 ming so'm va implantlarimiz bir donasi 3 million 200 mingdan 6 tasi 19 million 200 ming so'm bo'lardi va multi-unit 6 ta multi-unitimiz 6 million so'm, vaqtinchalik koronkalar 7 million 800 ga va doimiy ishlaringiz esa 9 million 760 ming so'mga tushgan bo'ladi. Keling, umumiy narx qancha bo'ladi? Umumiy narximiz bu yerda all in 6, ya'ni hammasi 6 tada degan metodimiz umumiy narxi 42 million 880 mingga tushgan bo'lar edi. Bu dollarda taxminan 3 million 3480 dollarlarga tushardi. Ammo Ramazon oyi munosabati bilan sizlar uchun shu maxsus narx qilganmiz. Ya'ni bunda all in 6 metodimiz, ya'ni bu yerda konsultatsiya, 3D rentgen, 6 ta implant, 6 ta multiunit, vaqtinchalik va doimiy koronkalari bilan birga hammasi 3480, taxminan 3480 ga tushayotgan bo'lsa, endi hozir unaqa narx emas, balkim $1970 qilib beramiz. Xo'p, bizning manzilimiz bu Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasi 61 da joylashgan. Mana sizlarga hech qaysi klinika, katta ehtimol bilan hech qaysi klinika qilmaydigan narx haqida, maxsus narximiz haqida o'sha ma'lumot berib o'tdik. Endi qimmat deya olmasangiz kerak. Endi hamma narsasini ichida qilib berdik, juda ham bir yaxshi yechim. Faqat bu narsa birinchi 30 ta bemorimiz uchun. Shuni ham e'tiborga olib qo'yinglar. Va muddati ham albatta chegaralangan, chunki bu maxsus narximiz faqat 2026-yil 20-martgacha amal qiladi va ushbu muddatdan keyin albatta hamma narsa yana o'zini eski belgilangan narxiga qaytadi. Faqat yana bitta narsa bor. Mana shu 30 ta bizga murojaat qilib kelgan, o'zini joyini egallagan insonga yana shu bir nima deydi haligi, o'zimiz uchun bor yo'q ikkitagina oddiy hammamiz qila oladigan shartimiz bor. Ya'ni bu birinchisi, bizni kanalimizga obuna bo'lishingiz shart bo'ladi. Mana hozir ko'rib turgan kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi va nima uchun? Chunki mana shunaqa yaxshi bir kontentlarni, yaxshi ma'lumot, kerakli ma'lumotlarni konsultatsiyadan o'tkazib olmasligingiz uchun. Va ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu shart, bu videoni ostida link bor. Mana shu link ustiga bosib ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. So'rovnoma bor. So'rovnomada o'tganingizdan keyin bizning adminlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi 12 soat ichida va yana ham kerakli bo'ladigan to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Faqat bir narsaga e'tibor bering, ushbu shartlar albatta bizga murojaat qilgan kuningiz tekshiriladi va agar tekshirilganda ushbu jarayon aniqlanmasa, unda biz ushbu shartni sizga aynan siz uchun bekor qilishimiz va sizdan keyingi murojaat qilgan insonga berishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir to'liq ma'lumotlarni ko'rdingiz, boshidan oxirigacha, hattoki narxlarigacha ham qilib berdik va maxsus e'tibor qaratgan e'tiborli jihati bu faqatgina bu narxlarimiz faqatgina Ramazon oyi uchun. Ko'rib turganingizdek, bu narxlar ichida biz o'zimizni foydamizdan kechib, savob umidida mana shu Ramazon oyida hojatlarimiz, yaqinlarimiz foydalanib qolsin degan ma'noda shu narsalarni qildik. Bu narsani iloji boricha yaqinlaringizga, agar iloji bo'lsa ota-onangizga yoki jigarlaringizga, shunaqa muammosi bor bo'lgan insonlarga, yaxshi ko'rgan insonlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham shu narsadan maksimal darajada foydalanib qolishsin. Va eng muhim jihat bor, mana hozirgi videoni tagida maxsus o'zining havolasi bor, ya'ni silkasi bor. Mana shu silkadan o'tib qo'yishni so'rab qolamiz, chunki biz siz bilan faqatgina shu silka orqali, shu yerdagi ma'lumotlar orqali bog'lana olamiz. Ertaga keyin sizni qidirib, siz bizni qidirib topolmay yurmay holat bo'lmasin, chunki mana shu holatda aloqaga chiqamiz. Biz adminlarimiz sizga qayerga kelish kerak, qanaqa qo'shimcha savollaringiz bor, hammasiga to'liq atroflicha savollaringizga javob berishadi. Mana shu yergacha oxirigacha ham eshitib ko'rganingiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki sizga juda ham foydali bo'ldi, manfaatli bo'ldi. Hammangizga mustahkam sog'liq tilayman va konsultatsiyada ko'rishguncha.